Ko'pchilik ayollarimizda va qizlarimizda eng ko'p uchraydigan muammo bu hayz siklini buzilishi yoki kelmasligi hayzini. Ko'pchilik onalarimiz bu qizlarimizdagi o'zgarishga oddiy qarashadi. Ya'ni bizda ham bo'lgan bu narsa sanda ham o'tib ketadi yoki bo'lmasam keyinchalik normaga tushib ketadi deb bee'tibor qoldirishadi. Aslida esa bu noto'g'ri hisoblanadi. Agarda sizda ham shunday vaziyat kuzatilayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Keling avvalambor o'zimni tanishtirsam, men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik stajga ega ginekologman. Endi mavzuga qaytsak, hayz kechikishi sabablari nechta bo'ladi? Asosan hayz kechikishi homiladorlikdan tashqari, ya'ni homiladorlik kuzatilmagan ayollarimizda kechikish sabablari ham juda ham ko'p. Bulardan emizikli ayollarimizda hayz kelmasligi mumkin yoki bo'lmasam doimiy stress, zo'riqishda yuradigan ayollarimizda ham hayzni kechikishi kuzatiladi. Bundan tashqari uyqu rejimini buzilishi, ya'ni tungi uyquni bo'lmasligi, ovqatlanish tartibini buzilishi, ovqat ratsionida kerakli mahsulotlarni iste'mol qilmasligidan ham hayz siklida kechikish kuzatiladi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu gormonal o'zgarish, ya'ni tuxumdon va qalqonsimon bezni nomutanosib ishlashi natijasida kelib chiqadigan hayzni kechikishi. Bundan tashqari ko'pchilik qizlarimizda uchraydigan tuxumdon kistalari ham hayzni kechikishiga, ya'ni kelmasligiga ham sabab bo'ladi. Va hozirgi eng global muammolardan biri har bitta ayolni va qizni orzusi ozish, ya'ni vesini tashlash. Keskin darajada vesni yo'qotish ham hayzni to'xtatishiga sabab bo'ladi. Agarda bu holatga siz oddiy qaraydigan bo'lsangiz, keyinchalik qizlarimizda va ayollarimizda bu narsa keyinchalik erta klimaksga, ya'ni qondan qolishga va bepushtlikka sabab bo'lib qoladi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.